Maşallah, assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Şinjan televiziya stansı bilan Şinjan Buğra Madaniyat şirketi birlikte uyushtirgan cho'tki televiziya san'at programmasi Chin Güzel İpek Guli sadasi hazır başlandı. Çinuri biyotexnikasini Sultan Zavodida ishlangan güzellik bilan Chin Güzel kirim buyumlari mayirlarga omad tilaydi. Riyosatchi qiyrilishlar Nijat Vali Yaqub amdidagi vaqtlarda sizlar uchun xizmatda. Assalomu alaykum, naq maydonidagi aziz tomoshabin do'stlar, shunaqla televizor ekrani oldidagi ko'rman do'stlar, riyosatchi qizonlar Hidoyat qiz Shamsiddindan hammalarga oliy ehtirom. Qadrli do'stlar, biz barliq qarindoshlarimizning qo'llab-quvvatlashi orqasida programmamizni muvaffaqiyatli holda 3-bosqichga boshlab kirdik. 3-bosqichimizning ismi sinov bosqichi. Birinchi darajaga erishgan mahirni Hasan makoni g'uljida ishlab, sopta va hasilni bozorga solgandan beri xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishiga erishgan G'ulja Paktil musulmoncha yemak ishlab chiqarish shirkati 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. Ikkinchi darajalik mukofot vakillik tadqiqot natijasi bilan diyorimizda tunji bo'lib Xiyar markasidagi a'lo sifatli sodasini ishlab chiqarib, xalqimizning yoqtirib iste'mol qilishi va ishonchiga erishgan Urumchi Xiyar fan-texnik taraqqiyot shirkati 150 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan taqdirlaydi. Uchinchi darajalik mukofot bo'lsa Uyg'ur tibobatchilikda belgilik o'sish hosil qilgan Kinara mablag'chiligi Arkan mahsulotlari ta'minlangan 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. To'rtinchi darajalik mukofotimiz bo'lsa, xalqimiz milliy kiyimchiligining namoyandasi bo'lgan Xinjiang Mo'tabar xalqaro so'chak shirkati Azug kiyimchiligi ta'minlangan 50 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Shunaq bo'lsa, bizning mukofot bo'yimlarimiz intayin katta. O'z navbatida mahirlarimizning tayyorlig'ini intayin katta. Qarindoshlar, shu topda diqqatingizda bo'layotgani rivoyat turqisidagi keskin raqobat. Undaqda navbatda sahnimizda yana qaysi mahirlarimiz o'zining eng yangroq sadolarini yoritadigandir. Diqqatinglar yana davomli Baxtiyor Sulaymon bilan Ershad Odilning keskin raqobatida bo'lsin. Baxtiyor, Ershad. Baxtiyor, Ershad, aşkınlarının yeşi çok farkındaydı. Sloganlarına asasen buraya kelib qoldi. Sizlarniki chiqarayotgan ovoz sloganlarini bugungi zamon ommabop naqshchiligidagi bu qadar zamonaviy uslubga moslasha olasizlar. Qani, muvaffaqiyat yor bo'lsin. Bu qatimgi musobaqada ustozimiz bizga 90-yillarda o'z tashkiliga rivoyat ansambliga o'rilgan shunday yaqinliq bir naqshini ishini bizga topshirdi. Bizmi ham baxtiyorlar ishimiz bu naqshini intayin yaxshi bir taraf qildik. Yar barmikin o'zga chiqmaydi daha tuzga. Yar barmikin o'zga chiqmaydi talab tuzga. Gap so'zimning qara ko'z orliqda kesma ovoz bor. Shu musobaqada mening sahnishim Elshadning o'ziga xos yaxshi uslubi. Bu jarayonda ustozimiz bizga endi burunqi bir naqshni berdi. Bu naqshni endi Elshad ikimizning uslubini bak o'xshab ketdi. Gap so'zimni qarz qandoq aytaman sizga? Apaqashan. Qandoq aytaman sizga? Tushundingmi? Men bu qatimgi musobaqada Baxtiyor bilan bir guruh tushganligimdan intayin xursandman. Ustozimiz ikkimizning naqsh aytish uslubimiz asosan shu ikkimizni bir guruh qilib bo'libdi. Buningdan menmi Baxtiyormi intayin rozi bo'ldik, ham intayin xushal bo'ldik. Hozir sahna chiqmoqchi. Mening sahnishim Elshadning bu sahnada ikkimizning shu naqshni yaxshi aytishga tirishamiz. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Bugungi rivoyat sahnasida barcha savodoshlarimning, qarindoshlarimning yaxshi natijaga erishishiga chin ko'nglimdan tilakdoshlik bildiraman. Chiqqan sayyoh chiqish oldi turibsizlar, diqqat qiladigan bir taraf bu bo'lsa bu chiqqanlarning naqshi garmoniyalik naqsh. Bir-birsini yo'l berib, qattiq yumshoqqa diqqat qilib, asosiy melodiya chiqayotganda qo'shimcha melodiya, qo'shimcha akkord. Mana jihatda diqqat qilib ketsanlar, omad yor bo'lsin.
tuzga bo'stoncha anar yuzga ko'rganda qara ko'zni kelmaydi tilim so'zga yar bormikin o'zga chiqmaydi dala tuzga qo'lidan tutib mahkam qo'shilaydi sabsizga tun almashdi kunduzga yaz almashdi kech kuzga rost so'zini qara ko'z qandoq aytaman sizga Bo'stonchak anar yuzga ko'rganda qara ko'zi kelmaydi tilim so'zga yar bormikin o'zga chiqmaydi dala tuzga qo'lidan tutib mahkam qo'shilaydi samsizga tun aylandi kunduzga yazamashdi kech kuzga rost so'zimni qara ko'z qandoq aytaman sizga yar bormikin o'zga chiqmaydi dala tuzga qo'lidan tutib mahkam qo'shilaydi samsizga tun aylandi kunduzga yazamaydi kech kuzga rost so'zimni qara ko'z qandoq aytaman sizga tun aylandi kunduzga yazamashdi kech kuzga rost so'zimni qara ko'z qandoq aytaman sizga Nəhayət kiçik vaxtlarımızda ağlagandək isimdi bu. Bu naqşını bir qitim anglab şu vaxtlarını əsləgəndək bolduq. Bizning ustozlarimizga bu naqşını yaqqan bo'lishi mumkin. O'z navbatida ularning cho'qim demoqchi bo'lgan yurak so'zlari shundoqla ba'zi bir tanqidiy fikrlar bo'lishi mumkin. Biz buni cho'qim tuvanchilikdan qabul qilishimiz kerak, shundaymi? To'g'ri. Bu da undaq bo'lsa oldi bilan ustozlarningki bu vaqtdagi qarashlarini anglab boqaylik. Nurnisa xonim. Bizga chiroyli naqshlarni sovg'a qilganinglarga ko'p rahmat. Mushu naqshida asosliq melodiyaga Elshad inimiz mas'ul bo'libdi. Akkord qismiga Baxtiyor. Bu akkord qismi xili yuqori ekan. Mushu yuqori ovozdimi yana o'ziga tushliq bir talantni namoyon qilib qo'ydi. Haqiqatan yaxshi tirishibdi o'quvchilar. Rahmat. Baxtiyor haqiqatan yaxshi naqshchi. Bunga gap ketmaydi. Rahmat. Ammo men bugungi tavsiyamda Elshadga Rahmat oğlum, rahmat. Undaq bo'lsa, Erkin efendim. Mana muşini hamkorlik deymiz şu, herkes mayaqda men bir ovozini cho'ngroq chiqarib olay. Yoki u qarshi tarafni bir ovozni besib olay deganda maqsad qilmay, kontrollik intayin joyida bo'ldi. Rahmat oğlum, rahmat. Mening tavsiyam Elshad. Rahmat oğlum, rahmat. Buldu, Abdullah Abdurrahim efendim. Elshadning ovozini texmo jenva asos puxta bir
adam yana xotirjamlik tuyg'usi beryapti buning ovozi. Ham hech xato ketgan yo'q. Endi Baxtiyorning bu ovozda masala yo'q. Bu naqshning tuvan taraflaridami o'xshashlar yana yaxshi ijro qilib o'tdi. Undan keyindan Baxtiyorning ovozini mana yuqori ekanligini men o'ylamab ekanman. Bu yuqorig'imi yaxshi mangdi. Hissiyotlar joyida, ishkanlarning hamkorligi yaxshi bo'ldi. Bir-biringlarga hurmat qilgan asosda erkin inim deganga o'xshash. Mening tavsiyalarim Baxtiyor. Rahmat. Xo'sh, undaqda navbatdan demiş rivoyat guruhining sohibxonlari eng oxiridagi tanlash natijalarini bizga e'lon qilishdi. Ilgari sizlarning shu topdagi hissiyotinglar bilan o'rtoqlashqim kelyapti. Oldindan Ershad, mushliqimning o'zidagi hissiyotingiz nima? Men shu yetakchi o'qituvchim G'anisalay muallim o'tiribdi. Shu naqshini 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshlari Obaydan Nijat akam aytgandek, shu G'ani akam o'zi ijod qilib, o'zi aytib, shu davrda bir qadar ta'sir qo'zg'agan. Oldidan G'ani akam rahmat aytaman. Amandan keyin shu naqshini ustozim Mahmud Sulaymon apandimningki, shu Baxtiyor bilan menga ishini topshirib, shunday naqshi musiqa konsertida o'rindash fursatini bergandan men hozir intayin xushal. Xo'sh, Baxtiyor. Burun endi cho'chak tirab cho'ng bo'lgandan keyin qozoqcha o'qib cho'ng bo'lg'ishqa asosan qozoq naqsha kimda modi qimlik naqshani chiqaytirdim. Lekin men mush kirgandan keyin ustozimni milliy naqsh o'ginaman deb kirgan o'gandam hisobda. Ustozimga ish qilib ko'p rahmat deyman. Rahmat sizlarga. O'z-o'zidan bugungi mana shu naqshini aytish jarayoni balkim G'anisalay apandim bu naqshga nisbatan texmo yaxshi baholarni bera olishi, nozuk nuqtalarini qandaqroq olganlik to'g'risida texmo cho'nqur tafakkur qila olishi, yaxshi mulohazalarni qila olishi mumkin. Undaqda G'anisalay apandimningki bugungi fikrini olib boqayli. Endi Baxtiyorningki igiz ovozlari bek chiroyli chiqdi. Ilshad ikimizning ovozi taqim turaqliq bo'ldi. Ilshadga 2 bilet tashlandi, shunami hozir? 2 bilet tashlandi. Undan sonra Baxtiyorga tashlash. Rahmat. Rahmat. Undaqda eng oxirida Mahmud Sulaymon apandim, sizningki keskin qaroringiz shundaqla shu damlardagi yurak so'zingizni bir anglab boqaylik. Bu ishlarninki har birisining o'z kuchli aloyligi bor. Xuddi ustozlar aytgandek, Baxtiyorninki ovozda iskari, Elshad inimninki ovozi tomroq, az uchraydigan ovozlarning bir turi. Xirgay bo'lgan bilan tatliqda buni ovoz. Ishkilanlar yaxshi mahorat ko'rsatgan. Endi 4-chi qitimlar qani birodarlar, qo'linglarni beringlar. Rivoyat guruhi bilan birga safarga otlangan mayirimizning ismi Baxtiyor Sulaymon. Baxtiyorni qutlaymiz. 4-bosqichga texnik tayyorgarliklarni ko'rishni umid qilamiz Baxtiyor. Elshad, ichki tashakkur so'zingiz bilan, yurak so'zingiz bilan bu sahnadan xo'shal kayfiyatda ayrilishingizni umid qilamiz. Odam aniqi qazanib va xushal bo'lib ketgan vaqtida bir odam unutib qoldi ekan. Shular bir ko'ngil yerim bo'lgan shu o'g'ani yomon eslab kelib ekan. Shunday bo'lgandan keyin mush ekran qarab turib bir yig'iz gap qilsam, men bugunim uchun o'zining bir umrlik yoshlik bahorini sarf qilib, meni bugunim görüştürgen opamga chin ko'nglimdan rahmat. Baxtiyor bilan Ershad Shikaylan etgan Qarqiz nomli naqsha ko'pchilikka qo'limi yoqdi. Baxtiyorning keyingi bosqichlarda yaxshi natijalarni qo'lga kiritishga, Ershadning umumiy keyingi san'at hayotida xalqimizga meva berishiga tilakdoshmiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa ahmet dileydi. Ekrandagi aziz ko'rmalar, naq maydondagi tomoshabinlar, shu topda rivoyat guruhisidagi raqobat intayin keskin davomlashyapti. Endi navbatda bayga raqobatga tushmoqchi bo'lgan mahirlarimiz bo'lsa, Abdusami Tursun bilan Abdusami Turdi qarshi olamiz. Sami Turdi, Sami Tursun. Tirishchan, yaxshi bolalar, Sami Turdi inimiz,
Biz o'quvchi bo'lsimi, nayt tirishib, o'z gitarni yaxshi chaladi. Müzik ansambl qurgan durus. Cho'qim men taqsim qilgan naqshni yaxshi o'ylab ketadi deb ishonchim bor. Sami Tursun elimizga kelsak, elimiz buni tirishchan elimiz o'zi nejekni yaxshi chaladi. Bizning klassik naqshalarimizdan el ishimizdagi naqshlarni yaxshi o'ylab kelayotgan elimiz. Ammo yaqinda bizning yaqinqi zamon ijodiy naqshalarimizdan bir o'rlab baqsin deb o'zimning o'ylagan bir naqshalar bor, tashkillik mos keldi. Ya'ni Sami Tursun inimiz o'zining uslubida o'qisa, klassik uslub bilan. Sami Turdu inimiz yana bugungi zamon uslubini, o'zining uslubini birlashtirib o'qisa, yaxshi bo'lib ketadi deb bilaman. Keldi bugün bu kengralem dostlarımga güller çıkarma. Sami gitmek dikkat kıl. Sami'nin kanda gitiş yok. Çünkü bunun avazı sağının yarbani. Seneki milli uslub bo'lgan. Men shu rivoyat gruppasiga qabul qilingandan keyin kasbiy jihatlarda xilroq ruslanmoqda ilgirildim deb qarayman. Nima deganda burun naqsh etsam nafasni qanday kontrol qilish, naqshni qanday hissiyot berish jihatlari faqatla ko'z qarash yo'q ekan, qarshilamiz. Keyin bu guruhga kirgandan keyin ustozning yetaklishi bilan nafasni qanday kontrol qilish, naqshni qanday hissiyot berish qator jihatlarda jiq yaxshi bilmay bo'ldim. Bu kengralem dostlarımga güller tutarman, güller tutarman, güller tutarman. Mush Pekiyam Rahim Sami Tursun kelgan fuqardan keyin azroq besim bo'lganini his qilganda nihoyat xush bo'ldim. Chunki bizga bergan naqshma ikkimizdan uslubida yaxshi ijro qilib bo'lgan naqsha. Sami Tursun kelsak, milliy alaydilikdagi uslubi menimdan sal ustunroq deb o'ylayman. Hamda bu do'stimga mushqatim musobaqa orqali zo'r yutuqlar tilayman. Hozir men sahnaga chiqmoqchi, sahnadagi Amroyim Sami ikkimiz yaxshi tirishib bu naqshni ustozimizning ismiga aziz kuchli yaxshi o'rnab chiqaylik. Sizga omad tilayman. Biz bu qatimqi ustoz bo'lgan naqshni shu do'stim Sami Tursun bilan raqobat sifatida emas, balki hamkorlik sifatida xalqimizga sunmoqchi bo'lamiz. Sami Tursun sahnada ko'rishni g'ayrat qildi. Birlik bo'lganda hamkorlik bo'lganda bu naqsh pek hissiyotlar ko'taramiz. Ular birlikka diqqat qiladi. Omad tilaymiz. Sami Tursun. Mübarek olsun. Sami Tursun'u kutlaymiz. Bu hakikaten bizni hayajonga soldigan natijalar chiqdi. O'z navbatida Sami Tursun'niki keyingi bosqichda texnik yaxshi ifodasini namoyon qilishini umid qilamiz. Sami Turdi, hech qisi yo'q. Shunami? Yuqorida degandek biz bugun sahnada o'zimizning kuylarimizni yangiratganimizdan o'zi bizga nisbatan nihoyat zo'r baxt. Chunki bu Ipak yo'li sadosi programmasi. Bu programmamizdan nurg'ulg'an ko'rmanlar bor. Faqat avtonom rayonimizda emas, butun mamlakatda, xalqaro O'rta Osiyo ellarida bizning nurg'ulg'an qarindoshlarimiz sizni bugun ko'rdi. Mushada sizniki yaqinlik kuyingizdan, qarindoshingizlar bilan hamkorlashib o'rilgan naqshlaringizdan bahrilandi. Bu biz uchun katta in'om, shunaqla bizning sharafimiz hisoblanadi. Shunaqmi? Ular bo'lsa qanday shurak so'zlaringiz bor? Avval shu ustozlarga salomimni bildiraman. Sizlarga o'tdan ko'p rahmat javob chekdinglar. Bugungi shallankichi shu men uchun bir shallanish emasda. Chunki Mahmud ustoz meni mush vaqtgacha tarbiyalab keldi. Shunga oliy ehtiromim, tashakkurimni bildiraman. Sami birodarimning tanlanganini men faqat Mahmud ustozga lozim ovoz deb bilaman. Men o'zimning ovozini shu xalqqa lozim bo'g'ish tirishman. Rahmat. Rahmat. Rahmat Sami amaliyotda
Biz buni siz degandek shaldan ishlab tushunmasdan balki keyingi qitimliq jang uchun texnik yaxshi tayyorlik qilishga fursat yaratib berish deb tushunsak tamamen bo'ladi. Sizniki keyingi qitimliq mana shuningdek yaxshi fursatlarda o'zingizga texnik yaxshi namoyon qilishingizni ishimiz endi shunday bo'lishini umid qilamiz. Xo'shal kayfiyat bilan ustozlar bilan qo'shilishlar. Omadlar yor bo'lsin, omon bo'ling. Ve Abdüsami birlikte o'rinlagan yig'inning temsilidagi naqshini hammaylar cho'qim yapti. Sami Tursunning keyingi bosqichlarda texnik kirishishini, Sami Turdining san'at yo'lining texnik parlaq bo'lishini tilaymiz. Çin Nuri Biyopen Teknikisi Sultan Zavtı'da işlengen güzellik minin Çin güzel girin buyumları mahirlarga omet dileydi. Mahirlerimizga kızgın alkış sadalarını aymayotgan ko'rurman do'stlar. Shunaqa ekran oldidagi qarindoshlar shu topda dehqonlar bo'layotgani Xinjiang televiziya stansiyasi Xinjiang Buxoro madaniyat taqdis sherikli birlikda uyushtirgan cho'ng tipli televiziya san'at programmasi Çin güzel Ipak yo'li sadasi. Programmamizda davlat darajalik ekologik rayon Kalpin noya tog'i bag'riga joylashgan sab tabiiy un ishlab chiqarayotgan Al-Nuri unchiligi alohida talab qildik. Shundaqla programmamiz bilan yana har minut, har daqiqa ko'zingizda chaqintirgan, turmushingizni go'zallashtiradigan birinchi avtomobil zavodi ishlab chiqargan Toyota Corolla avtomobili alohida hamkorlashgan. Bu programmani samimiy sherikli Malayziyadan import qilgan Shubidan xoli diyata erkaklar quvvat ichimligi alohida talab qildik. Shular qarindoshlar shu topda diqqatingizda bo'layotgani rivoyat kursidagi keskin raqobat. Bundaqda navbatda sahnimizda qaysi mahirlarimiz ko'z oldinglarda zohir bo'lgandi. Ular bo'lsa Zohir Shoh Ablimit bilan Yashar Mamtimin qarshi olamiz. Zohir Shoh, Yashar. Kınlarning ovozini o'zgacha, Zohir Shoh bundoq naqshlarni ko'p o'qib kelgan. Yaşar inimiz gayret tava, naiti, tirişcan inimden birisi. Bu işkilerinin alaylık var. Mesela Turak ilişti olsun, nakşların el kılıştı olsun. Bir nakşını el kılıp okuşunun ki naiti. Moyamlıkını his kılıslığa anmalı şunu. Şunu şunu közde tutup, bizden işlerimizde ızrak özgürüş olup kağa çıkar, çıkkın olağa. Böyle bir nakşa, çıkkın nakşı oldu. Yaşar inimga Gonca degan naqshini bildim. Xuddi o'ziga o'xshash. Gonchadek bola. Zohir Shoh hikoyasi, oshiq mashq shajarasi, guli, ra'no degan naqshini bildim. O'qib ketalamizlarmi? Amsa muvaffaqiyatlar bo'lsin. Tirishdan umid qilaman. Qattiq talabni o'zingizga yuqori qo'yapsiz. Bu ishga naqshni yaxshi o'rganaman. Beg'ubar qalbimda go'zal bu jahon. Aş telefonu atkan, aş güzel dünyani ikisiyle bir ifadeleştim. Başka, yürekten ifade. Şimdi ama, anki aş uzağın usluğuyla birleşim. Üçüncü aylanmış müzafakaya kadar nefesni qanday kontrol qilish, ovozni qanday chiqarish, mikrofonlarni qanday shiltish, ovozini qattiq yumshoq qanday diqqat qilish degandek shu qadar bilimlarda nice cho'ng o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. Şamal ne? Şamal! Şamal! İç ver. Şamal! Şamal deme. Ha? Bak şimdi. Burası uzaktan çıkış gerek. Tekstini yürekten çıkış gerek. Avazını mıngıdan çıkış gerek. Mıngı kontrol olur. Ben bu gruppa qabul qilingandan keyin ustozimizning ko'proq yetaklangan taraflar birinchidan odamiylik, kasbiy axloq jihatdan, ya'ni shu o'zimiz shug'ullanayotgan kasbga nisbatan qanday muomalada, qanday ko'z qarashda bo'lish jihatda olgan bilimlarimiz ko'proq anandan kasbiy jihatdan ovozniki o'rniniki to'g'riligi, ifodalash naqshiniki hissiyoti, masalan naqshiniki tekstiga qarab qaysi mazmundagi tekstga shu tekstga munosabatli qanday hissiyotlarni berish jihatda olgan bilimlarimiz
ko'proq Sen Emrahim'e gelsem, Zahir akam olsa, man qaragancha sen hayat uzun. Yani küçük oğlunu bilen ma, indi boş emas. Üzerine düşlük alaylıkın ba, oylayın. bu qatimqi mashqimiz Qashqar rayonida ilib berildi. Shu jihatda savodashlarimiz bilan, ustozimiz bilan bir oylik kishilardek yaxshi o'tib keldik. Ham Men hozir sahnaga chiqmoqchi, ham siz Zahir aka sahnada ko'rishaylik. Gruppamizdagi barliq savodashlarga utuq tilayman. Sahnadishim Yasharg'ama utuq tilayman. Hammalarga utuq yor bo'lsin. Yaşar, sen diqqat qil qo'ygan. O'zing qo'yib tatın. Bo'ldi. Zahir, bu naqshi bak hissiyat tilab qilganmiz. O'zing qo'yib chiqmoqqa. Ömrüm gülü üzen sen fakat Gülir ana Gülir ana Yüreğim sen Süygün senle ben Rema gülüm, gülir ana Şekerim sen, levlerin şerbet Rema gülüm, gülir ana Şekerim sen, levlerin şerbet Şamallarga kuylayman seni Tebrik etsin seni keng jahan Gazellerde kuylayman seni Tanrım seni Gülir ana Gülir ana Ah yüreğim sen Süygün sen ebed Rema gülüm Gülir ana Şekerim sen Levlerin şerbet Rema gülüm
Hasretke giriftar bulmagunca Muğlanıp gözünden tökmegunca Üzülgen bulsan mu ketmegin tozum Yanılar güzelsen süyümlük bunca Üzülgen bulsan mı ketmegin tozum Yanılar güzelsen süyümlük bunca Hayatta azap mı, kuşanlık mı var? Zümrüstan keynidin kiler nevbahar Yanıla nur çaçar sügü kuyaşı Porekler gül açar akiden aman Yanıla çaçar sügü kuyaşı Porekler gül açar akiden aman Muhabbet bağları bulmuşsun hazır Bir gubar kalbimden güzel bu cahan Yanılar nur çaçar sügü kuyaşı Yürekler gül açar akiden aman Yanılar nur çaçar sügü kuyaşı Yürekler gül açar akiden aman Yürekler gül açar akiden aman Muhterem efendiler, hanımlar, bugün sizlerge qandaq bahalarını berdi, kimni tavsiye qildi? Birlikte vaqtni chang tutib anglab baqayli. Zahir Şah albatta texniklik jihatda naqshi etish uslub jihatda 100 numaraga erishib bo'ldi. Yasharning hech kichikka Zahir Şahga nisbatan lekin kichik turib ash puroqlarni kichik agitlarini pek joy-joyga apardi. Shuni hayron qoldim. Mushu yoshdagi bolalar mushu ovozni endi to'xtagan mushu mezgillarda mushu ovozni turaqli qilmoq pek taschi. Men sizdan faxrlanib qoldim enim. Rahmat. Şuna baribir tanlash huquqi yana shu Mahmud efendimda bo'ladi. Yani shundaqdimi? Men mushu Yashar inimni tavsiya qilaman. Erkin efendim. Adam qanday bo'lsa naqsha shunda chiqdi ekan. Taqdir bilan shunda qatnashgan, pakiz, ham shunda moda. Shunga aytgan naqshanlarni shunda moda, ham pakiz, ham qatnashgan chiqdi. Mahmud kam yana ishga qo'shganini bir sap qo'yibdi. Hayajonlar jiq so'zlab ketmay, udillam tavsiya bosish kerak. Zahir Şah. Buldu, unda bo'lsa Abdullah Abdurim efendim. Nuri Sasan'ın bay dedi o.
Ma ufkamның mı Yaşarның başqacha ta'mi var ekan bo'lmachi. Ayta tatlı bir xil. Endi bu naqshima Zahir Shahninkidek andaq yuqori o'rinlari bo'lmasmi? Nafaslarni Zahir Shah yomon uzun nafaslarni ishlatdi, texnik ishlatdi, hissiyotdan boshqa bunday texnik bo'lyapti hozir. Bu o'yanni biz ko'rdik-ku. Endi ma ufkamning naqshisi menda anglamoqqa mo'ngli yenik naqshlar qilgan bilan bu yomon tiz ulinadigan naqshga. Chaqqan bo'lmasa, so'lim degandek ovozlarning muntazamligiga, muqimligiga o'sha bo'lmasa chataq chiqadi. Bumi yaxshi ta'minlik. Ikkilisini men tavsiya qilib qo'yaychi o'sha. Bo'lmaydi. Bo'lmamda. Bo'lmaydi. Bo'ldi. Unda bo'lsa, musobaqaning qoidasi bo'yicha yerdagi naq maydondagi ahvol shunda, endi yana keyingi navbatdagi musobaqaning ehtiyoji asosida Zahir Shah. Rahmat. Abdullah Abdurim efendim. Programımızın qoidasi bo'yicha sizni tanqischilikni qo'ydik, lekin eng oxirgi tavsiyangizga tashakkurimizni bildiramiz. Undaqda eng oxirida bizningki 2 nafar muhtaram yetakchimiz, ya'ni Hamra yetakchi bilan Mahmud Sulaymon efendimningki qarorlari bekitilib o'g'ichilik sizlardan so'rab boqim kelyapti. Zahir Shah oldi bilan aytib baqsangiz, shu topdagi hissiyotingiz qandaqda? Agarda shu topdamda shallinib ketish nomi bilan bu sahnadan vaqtli ayrilib tursangiz, ko'nglingiz yerim bo'ladimi? Chin hissiyotingizni deb bering. Ko'nglim yerim bo'lmaydi desam, yolg'on aytgan bo'lmaydi. Ko'nglim yerim bo'ladi. Shunaqa. Mening hozirgi hissiyotim, men bu tanlanib toki hozirgacha musobaqada shallanib ketish degan narsani faqat kallamga singdira olmadim. Faqat ustoz menga topshirgan naqshini ustoz o'ylagan, ya'niki 30% dan 50%gacha yak olib olsam, men shundan xo'shmish naqshini hech yerdan chataq chiqarmay yaxshi o'rnda tushib ketsam ham bo'ldi deganni ham niyat qilib chiqyapman sahnaga. Rahmat. Rahmat. Yaşar. Bana şallanish yoki talanish muhim emas. Men bana topshirilgan naqshini yaxshi o'rindash men uchun eng muhim deb qarayman. Qaragan chog'da Mahmud Sulaymon efendim bu shogirdlarni, bu mahirlarni tarbiyalash jarayonida yengilishga bo'lgan ideya ko'z qarashlarni quloqlarga singdirib qopti. Bular hozir bu jihatdan to'liq tayyorlanib qopti. Unda qo'sa, Hamra yetakchimizning kamda navbatdagi maslahatini bir anglab boqan bo'lsak. Bu ikkili inim ustikan naqsh aytishgan. Birisi-birisidan qilishmaydi ekan, ikkilisining hissiyoti birisi-birisidan yomon ekan bular. Men bu rasmiy esam hozir qarshi taraf turishimni uqolmay qoldim. Lekin naqshning qiyinlik darajasidan aytganda, Gulirani Mahmud Sulaymon 8dan 6ga o'zgartib, qiyinlik darajasini dahshat oshirib tutib burunqidim. Shu qiyinlik darajasini asos qilgan chog'da mening tavsiyalarim Zahir. Rahmat. Mahmud Sulaymon efendim. Zahir Shah bayağı uzun dedi. Bayağı topshiriqlarni yaxshi o'rladi. Onun ustiga bayağı yine aytgandek, bu naqsha asli 4dan 4 naqshli naqshdi. Men bir kun o'tirib, kallamga bir xiyol kelib qoldi. Zahir mana shu 4 qilib yoki 8 6 qilib o'qib baqamsa yoki o'qiy olamsa, sen chataq yo'q ustoz deb soldi bu. Men ishonmadim, rost gap bu. Bu oson emas. Bu 4 naqshin 4 qilmoq qilish kerak ish. Emas ben sana bunu 8'de alıp tut vereyim. O'xshash qo'shiqchisi taqdirli. Desem obdan o'zlashtirdi. Yaşarık gelsek, o'zi kichik bo'lgan bilan baya bularni to'g'ri dedi. O'zininki ortiqchiligi bor bu. Topshiriqni eng burun bergan bu. Yaxshi o'rinlab keldi. Qiymayman. Qo'lama kelib ketagini bo'lsa, men o'ymaram kelib ishtim. Shundoq. Qani, undaqda qarindoshlar qo'linglarni basanglar. Ne bileyim, davamlı 4. basqıçqa ilib mağdan mahirim. Geldi. Siz işin için ben kıyayım.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Vah vah vah. Nimandaq pokiz yuyilgan kirlar bu? Ajoyib pokiz yuyilibdi. Men judim bu kirlarni. Bu mening uyim tursa, men judim. Men judim. Can, haqqaysin qachon matdan bundaq pokiz kir yuyib baqqan tabassum so'm parashogi bilan yuyilgan kirlar bu. Hammasi biladi. Yana bilyapti. Tabassum sopun parashogi. Çin Nuri Biopen Teknikisi Sultan Zavut'u işlengen güzellik minin Çin güzel girim buyumları mahirlağa omet dilaydi. Biyyette erkekler kuvvet içimligi samimiy askar. Programımız hazırda başlanadı. Zahir Şah. Zahir Şah, mübarek olsun. Zahir Şah'ını kutlayınız. Zahir Şah'ın neticesiga mübarek olsun. Hoş, Ahmet efendim. Buna yana bir arzuyum var. Yaşar Kiçik. 18'ge bağımlı gruplamdaki en küçüğü. Buna mektubularını anlatayım. Bu bir vakti olsa, bir vaktim olsa bunu çokum terbiyelep, yani bunu deyince buna musabıkla yıkıp. Şuna. Ben tamamlap bunu terbiyeleştirmek lazım. Hoş oldunuz mu? Evet, hoş olduk. Kerak sözünüz anlap bakaylı. Rahmet efendiga qanday minnatdorlik so'zlaringiz bor? Ustozim Mahmud Sulayman shu 3-chi bosqichga kelganga qadar ko'p ajrlar singdirdi. Ko'p o'zgarishlar bo'ldi o'zimda. Shuning uchun hozir shu sahnada ustozim Mahmud Sulayman uchun qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat. Ondan shu hozir dadam opam singlim uchun ko'rib o'tiribdi. Assalomu alaykum. Sizlarni qarshi olamiz. Mushlarni ijroqni yaqin ko'rmay, yaqin o'sha kap mening mush naqshamni anglab o'tirib berganiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Meni qo'llaganiga chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga Dada opa. Sahnimizda Muxtar Bug'ra efendim. Kerak so'zni anlap bakaylı. Bizning eng kichik moyirimiz Aratjonga tuyuqsiz chiqib Munavvar naqshchi mukofotni shu programma nomidan bergan. Bugun men shu kichik inimga yana Munavvar naqshchi mukofotini beraman. Rahmat. Programma guruhininki xorij shunaqa yaxshi mukofotga ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Bundan mukofot qo'shalik qilamiz. Muborak bo'lsin Yashar. Ularni sizni bundan keyin texnik hatto so'rinlarda texnik isim sahnalarda ko'rishga taqozomiz. O'zbekda sizning ota-onangizga o'xshash yosh naqshchilarni, o'zbek farzandlarini qo'llayotgan barliq ota-onalarga tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga ota-onalar. Xo'shal kayfiyatda ustozlar bilan ko'rishdik. Zahir Şah'ның Gülirana namlıq naqsi, Yaşar Məmtiminның Uncha namlıq naqsi ko'pchilikning ko'ngliga qo'ymayapti. Ammo reallik rayimsiz. Zahir Şah'ның g'albisini qutlaymiz, Yaşarga yana bir ko'p natijalarning yori bo'lishini tilaymiz. Növbətdə rivoyat qrupusida raqobatlashmoqchi bo'lgan mahirlarimiz bo'lsa, Nurjon Yusuf bilan Ahmadjon Mahmud qarshi olamiz. Nurjon Yusuf, Ahmadjon Mahmud. Çıkınala grupumuzdaki işi bir kadar çoğara, anamdan keyin tecrübemle köpürek. Nakşı eğitiştiki alaylıganlar. Avaz uslubuna bek o'xshab ketmaysimi? Ish qilib bizning bugungi zamon ijodiy klassik uslubni olgan ommabop naqshlarimizni yaxshi o'rinlashga tirisha oladi deb umid qilaman. Shuni qiyos qilib, birga musobaqa tushishga qaror qildim. Erledek, köklerdek, erledek, erledek. Erdek bular. Ben bu qitim rivoyat kursiga to'langandan keyin az bo'lmagan nurg'un narsani oldim. Masalan, naqsh yetish jihati bo'lsa, naqshni qanday o'rinlash, naqshga qanday ishlat berish, so'z tekstini qanday talaffuz qilish jihatda az bo'lmagan nurg'unlagan narsani oldim. El bilan bir nafas
ayollar Elimmin güllerim Sizgen ayollar Çekilin kalbini aziz ayollar Men burundan o'sha Dustavdan nasib bir xil uslubda dinab qolgan. Men bu qetim o'sha rivoyat görüşüp qalgan ekan, ammo uslub naqshlarni qanday aytish, qaysi taraflarga diqqat qilish qatorliq jihatlarda mo'l bilingan bo'ldi. Birga kelib mashqqa vaqtimiz garchi oz bo'lgan bo'lsa-mu, men o'zim yolg'iz bu naqshni mashq qilib, kechiqili yaxshi o'rgandim deb qarayman. Men deb bergan o'ziga chiqqanda pek qo'pollashtiradi mana masalan erlardak demak sizgan ayollar Müş naqshini o'rganish jarayonida mening gumon o'sha inim Ahmadjondan bir qism taraflarni o'rgangan taraflarim chiqdi. Maqsad müş naqshini yaxshi o'rinlash orqali xalqimizga yaxshi bir huzur ato qila olsak, biz shunga intayin xursand bo'ldik. Men hozir sahnaga chiqmoqchi. Nurjilka qina sahnada bu naqshni birga yaxshi o'qib chiqishga tang tirishaylik. Ikkinchi naqshning udari, ikkinchi oyoq birisi udar jihatda beklar. Ikkinchisi qattiq yumshoq jihat. Maqsadlarni ishga yaxshi o'rinlar. Atağal halal mikreni Sadakat bab yaşlatkan güzel çikreni Erzentlerge atağal halal mikreni Sadakat bab yaşlatkan güzel çikreni Can vergen evlaka bergen veslini Şehrinu kalbinu aziz ayallar Aziz ayallar Aziz amcalar Aziz ayallar Ey mihribanlar Çehrinu kalbinu aziz ayallar Vatan mikrini de emmidim keçken Ahride Allah'ın kaddini ekken Kahride Allah'ın kaddini ekken Horur köklerge yetken Şikrnur, kalbinur, aziz ayallar Onurdim başları köklerge yetken
chehri nur, qalbi nur, aziz ayollar. Erlenek köklerde yüzgen ayollar. El bilen bir nefes turgan ayollar. El bilen bir nefes turgan ayollar. İlimliyim, durlarım, süzgen ayollar. Chehri nur, qalbi nur, aziz ayollar. Aziz ayollar, aziz ayollar, aziz ayollar, ey mehribanlar. Chehri nur, qalbi nur, aziz ayollar. Bek chiroyli bir naqshni o'rlab berdinglar. Naqshlar balkim o'zinglarni intay ta'sirlantirgan bo'lishi mumkin, aniq maydonda. Unda qo'ysa sizlarning bu yig'imliq naqshlar bizdan 5 nafar ustozimizni ta'sirlantiradi-mu yo'q? Biz ularningki fikr takliflarini shunaqla Mahmud Sulayman efendimiz zodi kimni tavsiya qildi bu to'g'risida anglab boqaylik. Oldi bilan Nurlisa Abbasxon. Kechiringlar efendilar, chunki men bu naqshida tasvirlangan ayollar degan intonatsiya so'zini anglab qoldim. Bek chiroyli, qalbi go'zal, chehri go'zal deb bek yaxshi tasvirlabdi. Haqiqatan ayollar qalbi go'zal, mehribon, oq ko'ngil sizlar mushu naqshanglarda, tekstlarda ifodalagandek haqiqatan shundoq. Biz ayollarni mushundaq isil so'zlar bilan sifatlagan shu shoirlarimizga, mushu shoirlarimizga, shundoq kuychilarimizga, hamisha o'tag'an efendimlarga sizlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Rahmat isil naqshanglarga, bizni kuylagan naqshanglarga. Mening tavsiyam Ahmedjon. Abdullah efendim. Assalomu alaykum Nurjon, Ahmedjon. Va alaykum assalom. Yana bu naqshning ijodchisi albatta bizning Mahmudjon efendim bo'ladi albatta. Manda bizda uzun yil billa aloqani bo'lib yurib, bir sabta ishlab yurib, har bir mushu ijodiyatchining asarlari jahonning qayerga ketishidan qat'iy nazar asarlarini purab tunuydigan bo'lib qoldik-chi. Bu chiroyli asar ekan. Ahmoq bak chiroyli ekan. Ondan nihoyat xatarlik bir asar ekan. Mavjud diqqat qilmasa chataq chiqadi ekan. Shaxsan men bizning o'quvchilarimizdagi, naqshchilarimizdagi kamchiliklarni so'zlashni to'g'ri topmadim. Bularda ortiqchilik bo'lsa ko'rsatsam deyman. Kamchiliklarni hatto o'zimning o'quvchilarimning kamchiligi hammasini ko'ngliga o'ziga ayon. Ayrim deysak shunaqa. Ular ayt zich tez. Bunda qarasangiz asli mo'nliq naqshlar qilyapti, lekin bunda bir jiddiylik bor. Ehtiyot qilish kerak-da bunda vaqtida. Endi Nurjon biz o'rganadigan taraflar nurg'un naqshchi. Biz hurmatlaydigan naqshchi. Va Ahmedjon o'zininki taraf-taraflik talanti bilan bizni ajoyib bir hayron qoldirgan bola. Endi yig'ib aytganda bugun do'stimning keyingi musobaqada o'quvchilarni texim ravon elib menishiga qulaylik bo'lsin deb yordam fikrimni bersam tavsiyalarim Ahmedjon. Rahmat. Erkin Abdullah efendim. Oldindan naqshanglarga rahmat. Bu naqsha bo'libmi Nurjondek Tavli Erkin naqsh etib ko'ngan bir naqshchimizga nisbatan tankesh muzikada naqsh etish hamda nisbatan bir qadar
qiyin. Bizmi his qildik shu musobaqa jarayonida Nurjandimi nurg'un tankash muzikaga naqsh etish qatorliq bir qator o'zgarishlar yuz beribdi. Bu yaxshi bir mashq va o'rganish fursati. Shunga meningki tavsiyam Nurjan. Nurjan, biz eng oxirgi tavsiyalarni, qarorlarni anglashda ilgari sizlar bilan azroq bo'ldi, shayli azroq fikrlashaylik. Sizcha bugun ifodangiz qanday bo'ldi? Bugun yuqorida ustozlarim deb o'tganidek, o'zimizda azir ko'p bir savollik ko'rildi. Men shu rivoyat guruhiga qabul qilingandik bu ham hamda ustozimdan ustozim bizga tanlanish va yak shalanish emas, kesibda qanday tavlanish jihatlarida nurg'un bilimlarni o'rgatdi. Shu taraflardami biz men shaxsan o'zimni deb aytsam, shu taraflardami azir ko'pdir shunday cho'ng sahnalarga qadam tashrif qildik jur'at paydo bo'ldi. Bu munosabat bilan ustozimga rahmat aytaman. Shundaqla shu ustozimning ijodiyati bo'lgan ayollar degan naqshini o'rinlash orqali meni bir mushqataga qo'shgan mehribon onamga rahmatimni bildiraman. Shundaqla barliq onalarga cho'nqir salomni yo'llayman, tiniga salomatlik tilayman, uzun umr tilayman. Shundaqla ustozim Mahmud Sulayman efendimga va shu barliq ustozlarga rahmatimni bildiraman. Rahmat Nurjan efendi. Odaqda sizcha bugun ifodangiz qanday bo'lgandi? Ustoz bu naqshni bizga bilgan vaqtda desam shunday bir xush bo'lgandim. Lekin bu naqshni shunday murakkablikda o'zimga qattiq talab qo'yib qo'ygan udarmi ta'ti shaklda yozilgan naqsh bo'lgan ekan, ustoz bizga qattiq talab qo'yib burg'an bu naqshni. Lekin bugun men shu sahnada bu naqshni ustoz o'ylagandek, ustozning qalbigidek yaxshi aytolmadim. Ustozdan men kechirim so'rayman. Hech yo'q. Bizning nayt kechirimchan ustozlarimiz bor. Bizning nayt keng qo'saq ustozlarimiz bor. Shularga biz ulardan to'liq faxrlanamiz. Bo'ldi. G'ini Salay efendim, bunda bo'lsa bugun sizning tavsiyangiz qanday bo'lgandi? Nurjan bilan mening tanishganimga 30 yil qoldi bo'g'ay. Ash kichikimizdan tatbilla o'ynab billa o'tirashildi. Billa cho'ng bo'lgan bolalar bilan. Ahmadjon fikrimizmi lekin yaxshi aytdi degan naqshni. Ahmadjon 2 bilet tushdi, men Nurjonga 1 bilet tashlayman. Unda bo'lsa sizning tavsiyangizni anglab o'tdik aka. Unda Mahmud Sulayman efendim, eng oxirgi qaroringiz shundaqla yurak so'zlaringiz qanday bo'ladi? Asosan bugun ishkilaylar yaxshi o'rinladi. Nurjan azroq qoldirdan chiqib qoldi. Sabab bayam Abdullah Ag'inamning xatarlik degan tarifi mana endi yeshiladi. Xo'sh. Ma udarga chaqchaq qilinmaydi. Vaqtdan tas. Nurjan o'zimi boshda qo'rqqanti bo'ldi. Nurjan bu chiqqan naqshchi. O'zim deb o'tdi. Manda udarda naqsh o'qib boqmagan. Lekin men o'rgatdim. Bugun raskatni desam, repetitsiyadan 60% chekinib ketdi. Bir qo'rqinish bor. Yaxshi bo'lmay qoldi. Bir anglasa tutdan ikki tutash ovozdak, bir anglasa g'alizdak, adibini anglasa bizning ustozlar, bizning Qodir rahmatli shuni. Erkak degan naqshani anglaganim. Shundoq. Shu erkaklarimizni bu dunyoga abiritgan, tuqib cho'nqigan, ash jasur onalarimiz var. Shular uchun bir naqsh kerak deb qolganligini o'zim his qildim. Haqiqatan Ahmadjonma dedi bayon Nurjan o'zimni degan bu naqshni bilishdim bu. Lekin bu naqshni o'rganmasang bo'lmaydi. Shunda udari qo'rqinchlikan, ta'siskan deb o'rganmasak. Endi işte ters udarlar bizden buluş gerek. Şunaq. O'qishni o'rganish kerak. O'rladanlar shuna yaxshi o'zlashtiruvdan bu savallik bo'lgan hech qis emas. Uni to'g'ri tushunadi xalqimiz. Buni to'g'ri o'qituvchilarni to'g'ri tushunadi ustozlar. Yaxshi o'rlab berganlar. Bizning tayyorligimiz bitti Mahmud Sulayman efendim.
kelar takımlar musobaqalar bilan birga davomli. Birinchi darajalik mukofotimiz G'ulji Paxtil Musulmon yemaklik ishlab chiqarish shirkati ta'minlagan 200 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil. Rahmatjon. Muborak bo'lsin, Ahmadjon. Qarshilamiz. Sizni 4-chi bosqichga muvaffaqiyatli qadam bosganligingizni tabriklaymiz hamda 4-chi bosqichimiz sizni qarshi oldi. Ipak yo'li sadasi programmasi sizni yana davomli qarshi oldi. Biz keyingi bosqichda texnik yaxshilashlaringizni anglashga taqozo. Qani, omon bo'ling. Sahna deganning so'ri bo'ldi-ku, sinoq deganning o'z navbatida imtihonlarning so'ri bo'ldi. Ammo men Nurjondan davomli. Rahmat, Sulaymon afandim. Shu so'zlarga nisbatan, mana shuningdek bir samimiyatga nisbatan qanday bir qaytarma javobingiz bor? Ustozimning menda kutgan yaxshi umidlarini aqlay olmay qolganligimda o'zim xijil. Yo'q, undoq yo'q. Undoq ketadi. Men davomli terishib yaxshi natijalarni qo'lga kiritishim. Rahmat Turka aka. Rahmat. Amon bo'ling. Keyinchalik bu naqsha hammadan Ahmadjonning g'alabasini tabriklaymiz. Nurjon Yusufning bundan keyingi san'at hayotiga qutuqlar tilaymiz. Ormonlar uchun gupildab so'qiyotgan yuraklarning ovozi. Bir sahnada raqibga aylangan Hamroh. Hamrohining g'alabasi uchun yana Hamrohining mag'lubiyati uchun to'kilgan issiq yoshlar. Masliq ichidagi keskin qaror. Adil chiqarilgan qaror oldidagi azobli ikkilanishlar ilikida 3-chi bosqichlik Ipak yo'li sadasi programmamiz qalbilik oyoqlashdi.